Ну что, джентльmen и дамы, endi bo'lsa men gapiraman. Xullas, uyning ichkariga kirdik. Ko'rib turganlaringizdek fasadini ko'ryapsiz. Вообще необычный stilda bo'lyapti. Mana bu yerda zеленый zona bo'ladi, mana bu yerda уличный sanuzel bo'ladi. O'zbekcha gapir deydigan odamlar uchun. Mana bu yerda qo'lcharingizni yuvasiz, og'izni ham yuvorsa bo'ladi. Ayrim odamlar kommentariy qoldiradiganlar divan ustiga o'tirib olib. Xullas, mana bu yerda sizlarni mazza qilib letniy kuxnyada dam olib o'tiradigan joy bo'ladi. Mana bu yerni zastекленить qilish kerak bo'ladi. Ну, ништяк bo'ladi xullas. Давайте endi ichini ko'raveramiz, svetni yoqib. Xullas, kачествоsi вообще zo'r uyni. Mana bu dekorativniy panel, bambukdan, mana bu 3D рисункаlar, необычный stilda, mana bu гостевой холл o'zi. Unaqa olib qarasa. Dальше mana bu yerda kuxnya bo'ladi. Kuxnyani egalari mebelni o'rnatib beradilar. Yoki o'zi qo'rishingiz mumkin. No, mebel уже boshlangan, jarayoni ketyapti. Kuxnya ham просторный такой, mana bu yerda ham dekorativniy bambukdan panel, xullas высокие потолки. Так, ketu. Holdan kattagina zal, kengina, ikkita oyna, eshik, bemalol chiqsa bo'ladi perikurga. Xullas zo'r stilda. Так, дальше. Mana bu yerda гостевой санузел bizada. Теплый пол, радиаторное отопление, hamma narsa bor. Bu birinchi spalnya, birinchi qavatimizda. Endi ikkinchi qavatga navbat. Atak nima deyapti? Ashshi mehr berilyapti. Okay, men bu narsalarga e'tibor qilmang. Bitta uborka bo'lgandan keyin boru, takoy viduxasi bo'ladi, pissini qo'yaverasiz. Xullas, ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ko'tarilganimiz bilan общий sanuzel, vanna siz uchun, o'rtoq komandir. Xullas, mana bu родительский спальный комнатamiz, xonamiz. Xullas, kengina, bitta katta plyusi bor, katta garderob, kattagina. Mana bu yerda vanna, dush, oyna. Xullas, mazza qilib uyna bo'lib yotibdi. Bu uyimiz narxi hamma yoqda 510 start. No, menga telefon qilsangiz, egasi bilan zo'r отношениyaman. Okay, zo'r narx qilib olib bera olayman. Javob. Mana bu yerdan balkondan chiqsangiz bo'ladi. Mazza qilib vidni tomosha qilasiz. Xullas, bu ikkinchi spalnya, ikkinchi qavatda. Mana bu uchinchi spalnya. Tak, необычный stil dedimmi? Xullas, bu yerda mansarda ham bor, и podval ham bor aytgancha. Vid nima deyapti, vid, brat. Xullas, mansardaga chiqdik. Mana bu eshik tomga chiqiladi. Солнечный batareyalarni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda bitta sanuzel mansardada. Дальше terrasamiz bor. Terrasadan boru bemalol salyutlarni ko'rib o'tasiz mazza qilib. Tam bu просто hayotdan bahramand bo'lasiz. Mansardada bitta spalnya, ikkinchi qavatda 3 ta spalnya, и birinchi qavatda bitta spalnya. Nechta bo'lyapti? 5 tami? Плюс холл, плюс зал. Ну что, мы спустились в подвал. Большая комната. Тут надо порядок сделать, и вообще будет красотень. Дальше у нас небольшое место. Тут. Так, сюда заходим. У нас тут зона бассейна, детская зона, родительская, взрослая зона. Вытяжки есть. Да, кстати, можно даже на небо смотреть, если это почистить. В общем, даже сауна есть. Цена 510. Но я уверен, если вы приедете, собственник сделает очень хорошую скидку. Javob. Душ, пожалуйста. Dальше. O'zbekcha gapir. Nima O'zbekistonni yaxshi ko'rmaysanmi? Menga qaraganda, qayerda yashayapsan? Xohlagan tilimda gapira olayman. Еще tojikcha ham, medonam, gamzanet. Xo'pmi? Xullas, mana shu joy 510, no javob. Narxini tushirtira olayman, agar real sota oladigan niyatingiz bo'lsa, keling, ustida gaplashamiz.